Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Celaleddin Es-Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifle Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarning 23. sultani El-Muti' Lillah'niki hayatı bilen tanışıp çıkan. Biz bugün bu adamniki zamanında hilafet devirde ölüp ketken en büyük, en meşhur şahslarla tanışıp çıkımız. Bu kişiniki zamanında ölüp ketken en meşhur büyüklerden Hanbali mezhebinin Hanbali firqasındaki kişilerin ustazı, piri El-İmamul Khiraqi deyen kişi. İmamul Khiraqi Abul Qasimul Khiraqi deb atıldı. Lekin asli ismi Ömer ibn Hüseyin. Hicri 334 yılı Muti' Lillah'niki devirde ölüp ketken. Bu adam İmam Ahmed'ninki oğlu mesela Salih, Abdullah'la okugan. Şunun için bu adam aynı vaxtda şu Hanbali mezhebiniki peşvalarına aylangan. Çünkü bu adamninki ilim okugan mənbə Hanbali mezhebiniki şu vaxtdaki dağınıq İmam Ahmed'ninki en dağınıq şagirdlerde bu adam ilim tahsil qilgan. Bu adamninki Muhtasar namlıq bir kitabı var. En meşhur. Hanbali mezhebiniki en meşhur kitap. Bugün kadar bu kitap derslik kılındı. Bu zat hayatida nurg'un eserlerini yazgan. Ama Bag'dadda Rafizilarniki fitnesi bulup sahabalarni tillaydigan avvallar avjagandan keyin bu adam Bag'dadni tashlab kitaplarını bir kishiniki qishig'i uyiga omonat qo'yib chiqib sirtqa. Bag'daddan chiqib ketganda şu paytlarda bu Bag'dadda Sunniylar bilan Rafizilar orasida to'qnish bo'lib bu uy kuyib, bu kitaplar hammasi kuyib tugab ketgan. Bu adam o'zining oxirgi hayoti Damashqda o'tgan. Damashqda bu adamning qabrisi hozir qadar. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Abu Bakr Shibli nomi bilan mashhur bo'lgan Dilf ibn Ja'far degan kishi. O'zi Samarrada Hijriya 247-yili, milodiya 861-yili tug'ilgan. Dadisi shu ayni vaqtida Abbasilarniki zamonasida amal tutgan cho'ng bir amalda bularniki tegi kelib chiqishi Mavra an-Nahrdan, ya'ni tegi Türk irqidan. İmam Shibli rahmetullahi alayh o'z davridagi amir vuzaralarniki balları bilan o'sib cho'ng bo'lgan. Chunki dadisimi cho'ng bir amalda bo'lg'achqa. Shunlashqa keyingi mezgilda mushu munosabatdan foydalanib turib bu odam Tabaristonniki ma'lum bir o'lkasiga vali bo'lgan. Afsus, bu adam öz davrida amirlar, shahzodalar va o'rdadagi turli valilar orasidagi turli dunyoviy talash-tortishlar, dunyoviy qiziqishlar bu avvallarni ko'rgandan keyin ko'ngilda bir xil siqilish bo'lgan. Allah subhanahu va taolo bu odamni bir yaxshi Xayrun Nassaj degan bir kishi bilan uchrashtirganda Allah hidoyatni iroda qilsa sababni mushlar qo'laylashtirib berdi. Bu kishini Junayd Bag'dodiyning qishig'i berishga tavsiya qilgan bu yaxshi odam. İmam Shibli rahmetullahi alayh Junayd Bag'dodiyning qishig'i kelib ko'rishib, shu oraliqda bu Junayd Bag'dodiydan tasavvuf, zohidlik taraflarini o'rganib, bu odam dunyodan, amal, mansabdan chut qo'llarini uzib, tasavvuf yo'lini, ibodat yo'lini tanlagan. Faqat bir g'imi bu odamniki ibodatga markazlashgan keyingi mezgilda. Bu odam hamda shu davrda nurg'un ulamolarni o'qigan keyingi mezgilda. Bu amaldorlik yo'lini tashlagandan keyin nurg'un ulamolarni o'qib Maliki mazhabni tanlaganda, chunki Maliki mazhabning ulamolari o'qigan, ham shu mazhabga qalbi bir xil mayil bo'lgan. Hatto hadis o'rgangan. Oxirida shu zoidlik, tasavvuf bilan shug'ullanib hayoti mushtaq dunyodan o'tgan. Bu odamniki tasavvur bo'yicha o'tgan vaqtida zoidlik nima degan zoidlik qarta bu odam ta'bir berib, zoidlik deganimiz butun qalblarning butun shay'larning parvardigoriga yuzlanmiki, o'zgarmiki bu zoidlik deb ta'bir bergan. Bu odamni Hijriya 334-yili, milodiya 946-yili Xayzoran qabristonligi deb qilingan. Hozir bu qabra Bag'dodda.
Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük allame İbnül Qas degan kishi. Bu kishi o'zi Şafii mezhepte. Kunyasi Ebul Abbas deyildi. İsmi Ahmed ibn Abi Ahmed Tabari Şafii deyildi. Bu adam Suriye'ninki hozirgi Tartus viloyatininki aynı vaqtdagi valisi. Shu yerda Bizantiya, yani Rim imperiyasilar bo'lgan nurg'un urushlar ko'p yuz beradigan rayonlarda, chegara rayonida Hijriya 335-yili Rim imperiyasininki musulmonlar tarafidagi chegarasini qo'g'dash asosida jang qilayotgan holatda shu yerda murabit holatida o'lib ketgan. İmam Az-Zahabi rahmetullohi alayh bu kishiga baho berib, Şafiilarning ustozi degan. Şafii mezhebining o'z davridagi eng faqih imom deb ta'riflagan. Demak, bu kishimi 335-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuklardan Abu Raja al-Asfani degan kishi. O'zi shu davrdagi o'tgan mashhur shoir, ismi Muhammad ibn Ahmad ismi bilan mashhur, o'zi Misrlik odam. O'zi Şafii mezhebida yetilgan adib. Bu kishining 335-yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Tarixda eng uzun she'r yozgan odam deydi. 130 ming qasida yozgan ekanda, qasidasi. Uning ustiga shu tarixni, payg'ambarlar qissasini nazmlashtirib, she'rga akirib to'qib etgan odam bu. Bu davrdagi yana bir büyük allama o'lib ketgan. Abu Bakr Suli degan kishi, Muhammad ibn Yahya ismi bilan mashhur. Sol deyishda bu odamniki cho'ng dadasining ismi Soltikin ekanda. Soltikin. Bu Jorjanninki qadimgi podsholari. Shuning uchun buni Soli deb atalgan. Bu odam bo'lsa ayni davrdagi adabiyot sohasida yetishgan, xalifalar, boshqa tarixlarni yaxshi biladigan, podsholar tarixini yaxshi biladigan büyük bir allama. Bu kishi Hijriya 336-yili, ya'ni milodiya 947-yili o'lib ketgan. Uning ustiga bu odam shu ayni davrdagi xalifalar bilan yaxshi munosabat o'rnatgan. Razi, Muktafi, Muqtadir qatorli xalifalar bilan hamda sulub, og'in bo'lib, hatto shular bilan birga o'ynash beradigan, shaxmat o'ynash beradigan. Mushta avvallarda bo'lganda, chunki shu davrdagi shaxmatga eng usta kishi ekan. Bu odamniki she'rlar to'plami va uningdan boshqa bir qism ishlari ta'riflangan kitoblar yozilgan. Uning ustiga bu odam shu o'z davridagi eng shaxmat podshosi bo'lish bilan birga shaxmat haqida kitob yozgan asarlar bor odam bu. Bu odamniki shaxmat haqida yozgan bir nazariylik kitobini 1000 yildan beri olimlar yeshanmay, yaqinda bir Rus olimi yeshib chiqqan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama Shashliq Abu Said Haysami ibn Kulayb degan kishi. Bu Shash deganimiz hozirgi Toshkent, O'zbekistondagi Toshkentlik odam bu degan. Bu odam o'zi hafiz, ishonchlik, ko'p safarlarni qiladigan, o'zining Musnadul Kabir nomli hadislar to'plami bor. Bu Türklerden çıkan meşhur büyük alim deb sanalgan. Hatta bu adamniki tercüme aldımı Türkiye, yani Türk deb mındaq sifatlangan. Bu kishi o'z davridagi büyük ulamalarda o'qigan, masalan İmam Tirmizida o'qigan, shu davrdagi Asqalonninki muhaddislarda o'qigan, uningdan boshqa o'qigan ustozlar bir-biridan sarxil. Bu adam o'zi asli kelib chiqishi Marvadan, Turkmanistondan, lekin Samarqandda yashab shu yerda o'lib ketgan 335-yillarga to'g'ri keldi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama Abu Tayyib as-Su'luki degan kishi, ismi Sahl ibn Muhammad nomi bilan mashhur. O'zi Ironniki hozirgi Nishapur o'lkasidan, shu davrdagi Şafii mazhabininki büyük faqih bo'ladi. Ham Nishapurning muftisi. Dadisimi ayni vaqtida mufti bo'lgan ki, shu dadasining ismi Abi Sahl Su'luki deyildi ekanda. Balasining ismi bilan kunyalangan. Ayni vaqtida bu odamni imom deb ataydi. Nima bu imom degan gap ayni vaqtida bu donglik bir peshvoga, bir mazhabning bir piriga beriladigan bir nom ayni vaqtida.
Bu kishi shu o'z davridagi buyuk ulamolarni o'qib yetishib, shu davrniki eng danglik mukallimchi ulamo, ya'ni ilmi kalam bilan shug'ullangan bir faqih adib. Hijriya 387-yili o'lib ketgan deyilibdi. Ammo ba'zi rivoyatlarda bu odamni keyin o'lib ketgan deb mundaqmi bayon qilingan. Bu odamningki eng mashhur so'zlaridan o'zinki pishib yetilishdan burun to'g'i chiqib olgan odam o'zini barbara xo'rlab qo'ydi, xorliqqa duchor bo'ladi degan so'zni qilgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Misrning shu davrdagi danglik arab tili grammatikasiningki peshvosi bo'lgan Abu Ja'far ibn Nuhas degan kishi. Bu odam shu o'z davridagi ustozlarda arab tili grammatikasini o'rganib, keyin Bag'dodga borib, Bag'dodningki masalan Mubarrat, Naqtaviy, Ahbash qatorliq buyuk arab tili grammatikasi ulamolarida o'qib, Iroqdan qaytib kelgandan keyin Misrningki hozirgi Umr ibn As jamisida maxsus arab tili grammatikasi o'qitadigan bir darsxona qurgan. Hem Misr'daki shu davrdagi danglik arab tilshunoslik bilan shug'ullangan ulamolar bilan munoziraga tushib, Misrda bir Misrning to'riga chiqqan odam bu. Bu kishi Hijriya 338-yili o'lib ketgan. Bu odamning I'robul Qur'on, Ma'anil Qur'on nomli kitoblari mashhur. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma turklarning faxri Abu Nasr Farabi degan kishi. Bu odamning asli ismi Muhammad. Hijriya 260-yili, ya'ni milodiya 874-yili Turkistonning Farab degan yerda tug'ilganda. Farab hozirgi Qozog'istonda, Qozog'iston tavallikida. Bu odam Hijriya 339-yili, milodiya 950-yili o'lib ketgan. Bu odamni Farabi deyishimizning sababi o'zining tug'ilgan yurti Farabga tava qilingan. Farabi hamda musulmonlar ichidagi eng danglik bir faylasuf. Bu odam tibobat, fizika, falsafa, muzika qatorliq fanlarni yaxshi egallagan, shu fanlarda bir peshvo sifatli bir ulamo. Bu odam ayni vaqtida Bag'dodda yashagan. Keyin Damashqqa qaytib kelgan, nurg'un shaharlarni aylangan. Oxiri bu odam shu Sayfuddavla al-Hamdanininki saroyda shu yerda turib qolib, Sayfuddavlaniki yoqtirib ko'ngil bo'lishiga erishgan odam. Shu davrdagi mayli adibli bo'lsin, mayli faylasufli bo'lsin, mayli boshqa temalardagi ulamolar bo'lsin, hammasiniki bir oldingi qatorda turgan bir to'diki bir ulamo. Shunga bu odamni ayni vaqtdagi o'zining zamondoshlari Muallimus Sani ikkinchi ustoz deb hurmat bergan. Aristotel birinchi ustoz, bu odam ikkinchi ustoz deb sanalgan. Endi bu odam islom falsafasiningki asoschisi deb islom tarixchilarining orasida bu ixtilofsiz bir masala. Endi İmam Farabi rahmetullohi alayhi Hijriya 310-yili o'zinki hozirgi Qozog'iston tavallisidagi Farab degan rayondan Iroq qarab olgan. Chunki Iroq ayni vaqtida butun ulamolar markazlashgan bir o'rin, bir ilmning bir qiblasi. Iroqqa kelib, Iroqda falsafa, mantiq, tibobat o'qigan. Bo'libmi tibobatni shu davrniki xristian ulamosi Yohanna Haylanninki qo'lida o'qigan. Keyingi mezgillarda bo'lsa shu Bag'dodda yerlashib, shu yerda tug'an. Ham shu davrda muzika, matematika, tibobatni o'qish bilan birga bu odam Iroq, Sham, mush orliqlarda ko'p safarlarni qilgan. Hatta bu odamniki shu Misrga bog'liq haqida bir qism uchurlar mavjud. Bu odam lekin o'ziniki shaxsiy psixologik holati bu odamniki yolg'izlikni bek yoqtiradi ekanda, jiq vaqtda bog'ning ichida yoki o'stan iriqniki bo'yda o'tirib oldi ekan bu odam. Bu kishiniki qabrisi hozir Suriyaniki Damashqda Sayfuddavla namozini o'qigan. Sayfuddavla shu vaqtdagi eng kuchli podshohlarniki biri. Bu odamniki eng mashhur kitoblardan
Faziletlik şehir ahalisiniki nazariysi namlı kitabı. Bu nayt köp tilga tercüme kılgan kitap. Bu kitabı en meşhur. Ondan başka İbn Sina'nınki muşu Tibabet Kamusi. Bu Arapçasında bu 6 tutum çıkdı. Bu kitabın ayeti bek meşhur. Bu adamniki da metafiziklik meselelerde yani ahiretki münasebetlik meselelerde gaybi meselelerine nispeten elbet kavaqtıda itiqadda ma'lum hatalık yüz bergen. Bu adamniki nazariyasida adam ölgenden keyin adamning jasad mi yo'qlidi? Hamma narsa yo'qlidi. Faqat aqli quvvatli qoladi deb qaragan. Şoňlaşqa Sünni İslam ulemalary Farabiga nispeten muşu nazariyasiga qarta Farabiniki itiqadyga qarta taza yaxşı bolmagan bahalarni bergen. Bu davrda ölüp ketken yana bir büyük allama Ebu İshaq Er-Mervazi degan kishi ismi İbrahim ibn Ahmed Şafi mezhebiniki aynı davrdaki büyük allama faqihsi. Öz davrda fiqh ilminin ustazı pir sanıldı. Fatva meselelerinde olsun, ders okutuş meselelerinde olsun, şu davrdaki ulemalının ki aldı. Nayet nurgun kitaplarını yazgan. Çünkü İmam Şafii'ninki şagirdi İmamul Muzani'nin şagirdi oldu. Demek bu adam İmam Şafii'nin nevri şagirdiga to'g'ri keldi. Bu adam asasen köpünçe Bağdat'ta yaşagan. Keyin Mısır'a birip ahir hayatı şu Mısır'da Hicriye 340 yılı, miladiye 951 yılı İmam Şafii'ninki kabrisiga yakın bir joyda dunyodan o'tgan. Yana bir allama bu davrda ölüp ketgan Abul Qasim Abdurrahman ibn Zujaji degan kishi Hicriye 340 yılı ölüp ketgan. Bu adamı şu davrdaki en dağınık Arap tiliga nispeten grammatika ilmideki nayeti büyük bir pişva deb sanalgan. Bu adamның munayet nurgun kitapları var. Nahvi ilmideki cümleler qatarlıq, ma'nilarniki harfleri yani ma'na bildirgan harfler qatarlıq kitapları var. Bu adam o'zi Damashqda o'tganda ko'p vaqtda Damashqniki Jamiul Umaviyda shu ders o'tgan. Bu adam. Bu davrda ölüp ketken yana bir büyük allama İmamul Karhi degan ulama. Hanifi mezhebiniki dağınık peşivas oldu aynı vaqtida. İsmi Ubeydullah ibn Husayn Abul Hasan namı bilen meşhur. Öz Bağdat'ta yaşagan en zahid Irak'niki şu davrdaki muftisi sanıldı. Bu adam Irak'niki Karh'ta tug'ilib, keyin şu Irak'dan Bağdat'a yetkilib, Bağdat'ta nurgun ulamalarda okup yetilgen. Bu ilim cihetde yetilişiyle birlikte bu adam ibadet manayeti yetilgen bir takva, bir zahid. Davamlı roz tutulgan, kıyamda turduğan, zahidlik asasız yaşagan. Ama bu adam şu devirde Mu'tezili iqimininki peşvası sanalgan. Çünkü şu Hanifi mezhebininki köp ulamaları aynı vaqtida Mu'tezili firqasida yaşap ketken Bağdat'ta o'tganlar bo'lapmi. Bu adamniki El-Muhtasar fil Fiqh namlı kitapları var. Ondan başka Şerhul Cami'ul Sagir deymiz, Şerhul Cami'ul Kebir deymiz. Müştah kitapları ile meşhur. Bu adam Pahlaç kişilerle Hicriye 340 yılı Bağdat'ta dünyadan ayrılgan. Bu davrda ölüp ketken yana bir büyük allama Ahmed ibn Marwan el-Dinuri degan kishi o'zi Maliki mezhebininki dağınık alimi, hem şu davrda o'tgan dağınık qazi, hem muhaddis. Bu adamniki Şafi mezhebiga raddiya asası yazgan bir kitabı qayd qilingan balıqı. Çünkü İmam Malik'ninki ortiqchilik haqidagi kitap yazgan. Çünkü bu adam Maliki mezhebde aynı vaqtida. Bu kishiniki hamda şu Asvan, hozirgi Misrdagi Asvan o'lkasi shu yerda qozi bo'lganligi qayd qilinibdi. Bu adam Hicriye 333 yillari o'lib ketganligi xotirlangan. İmam Zahabi rahmetullahi alayhi bu kishiga baho berib, Maliki mezhebni eng yaxshi bildigan dona degandek baholarni bergan. Ama bir qism ulamalar hadis ilmida sal o'ydirmchilik bilan shug'ullangan deyilibdi. Bu adamniki Mujalisa va Javohirul Ilm nomli kitoblari bilan tanilgan ulama. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama İmam Ebu Bekir, yani Ahmed ibn İshaq Sibg'i yoki Subg'i degan odamda. Sibg'im deyildi. Sibg'i kuchliroq.
Çünkü bu adam işte boyak satırken de aynı vaxtda gilen boyaydigan, jip boyaydigan, kigiz boyaydiganga boyak satıdı tabii boyakla. Şuna bu adamni boyakçı dep muşnan bilen atalgan. Ama bu adam boyakçı buluş bilen birge alim, öz devirde nurgun ulamalarda okugan, hadis, usul fıkıh ilimlerde yetilgen, közü görüngen bir ulama aynı vaxtda. Fatva beraleydigan, bu adamın nurgun kat ustazdır bu. Hatta nayet yaxşı eserler bu esma sıfat, imame, ru'yet, iman, hulfal, erbe'e qatarlıq bu adamniki aynı vaxtda yazılan kitapları var. Bu adam hem de akidevi meselelerle gelip yetken vaxtda kullabiye akidesini kullangan. Bu kullabiye akidesi mi aynı devirdeki şu ehli sünnet ve cemaat akidesi bir xil akidevi yol hem de. Çünkü kullabiye mezhebi Hicriye 3. asırda yani 200 netinceler 250 240 muşa tarafta Abdullah ibn Kullab degan bir kishiniki qo'lida shakllangan bir e'tiqodiy yo'l. Biz nemishqa buni biz ahli sunna vel jamoat firqasidagi bir yo'l deymiz degan vaqtida bular ayni vaqtida Jahmiy aqidasi va Mu'tazila aqidasiga qarshi yo'l tutgan, ya'ni salaf aqidasini qo'g'dash uchun yo'l tutgan bir iqim bu. Şunun için biz bunu ehli sünni vel cemaat deb ataymiz. Çünkü bular akli delille nakli delilini birbiriga ayetli maslashtirib salaf aqidasidan qo'g'digan bir firqa. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama Qazi Abul Qasim Tannuhi degan kishi. Bu adamning ismi Ali ibn Muhammad ismi bilan mashhur. Hijriye 287 yili tug'ilib, Hicriye 342 yılı yani miladiye 953 yılı doğru keldi. Şu vakit ölüp ketken. Abbasiler devirde yaşayan tilshunas, şair, faqih, edip, katip bu adam. Özü hazırki Türkiye'ninki Antakya vilayeti tug'ilganda aynı vaqtida. Antakya tug'ilganligidan bu adamniki Rimliklardan bo'lishi mumkin, Allohu alim. Ama desep bu adamniki ilim o'rganish asosi fiqh mezhepte mesela Hanefi mezhep boyunca terbiyelengen. Kim Bağdat qaytib kelgan. Bağdat kelgan vaqtda bu adamniki 20 yaş mezgillere. Bağdat kelgandan keyin bu adamniki sha'ni shavkati shundoq eshib Basra, Ahvaz shu taraflarniki bu adam qoziligini qilgan. Keyin Damashqqa Sayfuddavlniki huzuriga borganda shu yerda tug'an. Bu adamdaki şu bitilgen ilim kurulması asasen hadis ilmi, fıkıh ilmi, injinerlik, teknik, astronomiya, tilşünaslık, gramatika, miras degandek anda şeriat ilimlerinden nayet yaxşı biladigan büyük bir allama. Bu devirde ölüp ketken yani bir büyük allama İbnül Haddad namlık meşhur bir ulama. Bu adamdaki Furu namlık bir kitabı var. İsmi Muhammed ibn Ahmed yoki Abu Bakr ibn Haddad deb mandamı ataymiz. Özü Mısır'daki bir Şafii mezhebindeki büyük uleması. Hicriye 264 yıl tug'ilib, Hicriye 345 yılı ölüp ketken. Bu adamdaki şu Şafii mezhepte Furu namlı kitabı bo'lg'achqa şu nam bilan bakrak meşhur bo'lgan. Bu kishi mesela hadis ulamalardan İmam Nesai'ninki qo'lida o'qigan büyük bir allama bu adam. Bu kishimi ayni davrdagi pishqan, yetilgan büyük ulama. Hamma asosan shu islomiy ilmlarniki umum fanlarda yetilgan ulama. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük shaxs Abu Ali ibn Abi Hurayra nomi bilan mashhur bo'lgan Şafii mezhebiniki büyük bir uleması o'tgan. Hicriye 345 yılı yani miladiye 956 yıl ölüp ketken. Şu öz devirde hem qazi hem faqih Şafii mezhebiniki peshvasi bo'ladi. Çünkü bu adam Şafii mezhebiniki en çok alimi bo'lg'achqa bu adam şu qazilik mansibini tutgan, Bağdat'ta o'qigan aynı vaqtida. Ondan şu İmam Muzani rahmetullohi alayhiniki Muxtasar nomli kitobini mush adam sharhlagan. Bu Şafii mezhebidagi eng mashhur klassik qadimiy kitoblar sanaladi.
Bu devrdeki yana bir büyük allame Ebu Ömer Ez-Zahid degan kishi. İsmi Muhammed ibn Abdülvahid. Hicriye 261 yıl tug'ilib, Hicriye 345 yılı. Yani miladiye 957 yıl ölüp ketgan. O'zi shu davrniki nihoyat katta muhaddisi hem tilshunos ulamo ayni vaqtida. Bu odamni hamda Sa'labniki shogirdi yoki bolasi deb atalgan. Nima ish qiladigan vaqtida ayni davrdagi büyük ulamo Abul Abbas Sa'labni ustoz tutgan bu odam. Davamlıq yeniden ayrılmagan. Şunu şundaq deb atalgan. Bu kishi ayni davrda mesela Arab tilshunosligining mutlaq peshvosi. Chunki bu odamning Yaqutat nomli bir kitobi bor. Shu Qur'onniki bir qism xam so'zlarni nihoyat yaxshi tushundigan ulamoda bu shu mazmunda kitobi bor bu odamniki. Onundan başka hadis ilmidimi nihoyat hali kuchlik o'rni bor deyishga bo'ldi. Demişqa degan vaqtida nurg'un shu vaqtdagi hadis ulamolarda o'qigan. Ham bu odamniki İmam Ahmedning Musnad Ahmed nomli 40 ming bir hadis to'plami bor. 40 ming hadis bor. Shu kitobningki hadisining xam so'zlarini mush odam sharhlab chiqqan. Bu nihoyat yaxshi bilmasa bundaq deyilmaydi. Hem onun ustiga boshqa tarix jihatdan hali o'rni bor deyishga bo'ldi. Chunki arablarniki ayni vaqtdagi qabilalari, bularning izlarini bu odam nihoyat yaxshi yoritib yozib chiqqanda qalamga ilib. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama İmam Mas'udi rahmetullohi alayh. Bu kishiniki ismi Abul Hasan Ali ibn Husayn nomi bilan mashhur. Hicriye 283 yıl tug'ilib, Hicriye 346 yıl, yani miladiye 957 yıl ölüp ketgan. Bu adam ayni vaqtida tarix ilmi bilan mashhur bo'lgan. Arabningki Buhayrodotisi deb atalgan. Buhayrodotis degan shu Rimniki ayni vaqtdagi daniq jug'rafiyashunos ulamo ekanda. Bu adam jug'rafiya ilmida nihoyat bak yetilgan buyuk ulamo. Bu adamning Muruji Zahab nomli kitobi bugunga qadar dars qilindi, asos qilindi. Bu adam shu Misrniki Fustat o'lib ketgan. Ayni vaqtda Bag'dodda tug'ilib, Paris, Hindiston, Qazvayn, Sudan mesela, Arab yarim orli Sham, Rim hamma yerda bu adam jiq yani yashagan. Shunlashqa bu adamniki Muruji Zahab nomli kitobi mushu kezgan allaniki jug'rafiylik o'rinni bu adam yozib chiqqan. Demek bu kitap aynı davrdagi shu rayonlarda yashaydigan kishilarning turmushi, yemek içmek odatlari va qizani to'plaganda bu eng qadimiy bir eser sanaladi tarix ilmida. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük allama İbn Darastaviy degan kishi. Abdullah ibn Ja'far nomi bilan mashhur. Kunyasi Abu Muhammad demiş. O'zi Fars. Hicriye 258 yıl tug'ilib, Hicriye 347 yıl ölüp ketgan. Şu davrdagi dağınık hadisshunos hem grammatikashunos ulamo. Bu nahv sarfda Basriya tariqatini mazhabini yoqlagan. Yani en cho'ng ikki iqim bor. Kufa iqimi, Basra iqimi deb. Shu Arab tilshunosligida. Bu odam Basra iqimiga tava. Chunki bu odam Basraga kichiklam yetib kelgan, shu Basrada o'qigan. Shu muhitning ta'siriga uchragan. Dadısımı öz davrdagi nihoyat ko'zi ko'ringan jamoat arbobi hem daniq bir muhaddis bu adam. Bu adam öz davrdagi daniq adabiyotshunaslarda o'qigan. Bu adamning nihoyat nurg'un kitoblari bor. Ko'pinchisi shu adabiyot til sohasiga munosabatli. Yana bir büyük allama bor. Bu kishini Abu Ali at-Tabari nomi bilan mashhur. Hasan ibn Qasim deymiz. Hicriye 350 yılı. Yani miladiye 961'e to'g'ri keldi. Mush payt o'lib ketgan. Bu adam Shafiy mazhabiniki o'z davridagi nihoyatda daniq faqihlardan sanaladi bu adam. O'zi tigi bu adamniki kelib chiqishi Tabaristondan, hozirgi Ironning Tabaristonda. Bu adam Bag'dodda o'qigan. Undan keyin shu Bag'dodda nurg'un kitoblarni yozgan. Masalan, usul fiqhida bo'lsin, fiqh ilmida bo'lsin. Mana bundan boshqa bu adam Xilafil Mujarrad deb bir kitap yazganda, bu kitobi eng mashhur. Yani bu ixtiloflarning sababi kelib chiqishi buni nihoyat
yarqin, güzel holatda tasvirlab bergan bir buyuk alloma. Ammo afsus, bizning yoshlam o'lib ketgan bu odam. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Tarix Mekke nomli kitobniki avtori Fakihi degan ulamo. Axbori Mekke nomli kitobni yozgan bir Fakihi bor. U odam 280-yildan burun o'lib ketgan. Yana bir Fakihi bo'lsa kerak mana boshqa. Uningdan boshqa yana bir buyuk alloma Al-Mutanabbi, nayati katta buyuk shoir. Abu Tayyib al-Mutanabbi deymiz. İsmi Ahmed ibn Husayn. Hijriya 303-yil tug'ilib, Hijriya 354-yili 51 yoshda o'lib ketgan. Ya'ni milodiya 965 yosh o'lib ketgan. 965-yili. Bu odam arab tilini eng yaxshi biladigan, arab tilini ijod qilgan. Yani ijod qilgan deganimiz bunda arab tilininki bunda ko'p manbalik arab tiliga boy mutlaq shoir deyishki bo'ldi. Hozirga qadar bütün shoirlarniki podshosi, peshvosi mush adam. O'z davrining mo'jizasi deyishki bo'ldi. Hozir qadar bu odamniki she'ri bugungi shoirlarniki bir ilhom manbasi deyishki bo'ldi. Danishmand shoir. Bu odam tunji she'rini 9 yosh vaqtida qalamga olgan ekan. Mutanabbiniki mana kishilik turmushdagi mijozi nihoyatda shijoatlik, batur, andan qaram ishlarni beknayat yaxshi ko'radigan, ammo sal kibri va mardona, andan o'zinki arabligidan bir xil faxrlanadigan, o'zidan bir xil g'ururlanadigan mandaq bir odam. Mana mushu bu odamniki o'limiga sababchi bo'lgan deyishki bo'ldi. Bu adam asasen şu Bağdatlı'da, Suriyeli'de, Mısırlı'da yaşayan. Bulapma Seyfuddevle Hamdani bu adamda acayip hürmetini kıygan bu adamdaki. Bu tiyik bu adamdaki kelip çıkışı Arap, Arap kabilesinden. Arapların kendi kabilesinden buludu. Bu adamdaki bu şeriyet talantı boğaç kumu, bu adamdaki yazgan şiiri aynı vaxtıda bütün şairlarınki bir kızıkış objekti değil mi de? Qanday bir she'r yozsa darhol taqaydi. Endi hozirgidek internet, kompyuter, televizorlar yo'q vaqtdagi bu shoirlar, adiblar bir davlatning bir axborotchisi o'rnida ularning she'ri. Bu odam shu munosabat bilan nurg'un ayni vaqtdagi amirlarni bo'lapmi, Misrniki ayni davrdagi valisi Axshidbeg va uniki keyingi podshosi Kofirni nayt ko'p hajv qilgan. Çünkü bular bu kişiye ait köp altın vermegen, köp tartıqlamagan hem de. Seyfuddevle acayip tartıqlagan. Nurgun mal dünya, nurgun nərslərini bəgəndə. Şunlaşqa bu cıq mal dünya vermegen deken bularını həcv qıygan. Ondan başqa nurgun valilarını həcv qıygan. Bu adam Zebbet ibn Yazid el-Əsədi degen bir kişini həcv qılıb eyibləb qoydu ekende. Bunu onisini tilg'ilib bu she'rdamda. Shuni bilan bu odam bir qatim Ko'piga qaytayotgan vaqtida o'ziniki bir qism xizmatchilari va qullari bor, o'zining o'g'li bor ekan billa. Buniki shu Ko'pida qaytib kelayotgan vaqtida endi Iroqning shu Bag'dodga yaqin rayonlarmi shu yerda. Bu odamga Zabbi degan odamniki bir tog'isi uchrab qoldi ekanda, onasining bir inisi. Şuna olan bu mening cemaatimni, yani mening ochamni sen mushta hajv qilib she'r o'qiding deb ikki taraf tutishib bu yerda. Uning o'ziniki odamlar bor ekan shu vaqtda. Qattiq bir urushdi ekan. Shu oraliqda Mutanabbining o'g'li, o'zining xizmatchilari o'ltirildi ekan shu jarayonda. Buni Fatih degan odam tutib oldi ekanda hamda. Tutib olsa, qochib ketaman deb shu qochgan vaqtida buning yana bir quli bor hamda. 20 quli var şu aralıkta. Hemisi öldürüldü o bulanıki. Sen kaçamsan, nemiş kaçasan? Sen mundaq şiir okugan tongoda özünki bir gurur, vicdanlık adam ekanligini ifadelaydigan bir şiirini eski saldı ekan. Bu aynı vaqtida Mutanabbi okugan şiir. El-khaylu vel-leylu vel-beyda'u ta'rifuni ves-seyfu vel-rumhu vel-qirtasu vel-qalamu degan. Meni bütün ama şu kecha gündüz bütün bayavan at,
neyzi, qalem hammasi tanıydı degan gap. Yani bu men hammini bilaman, men hem chavandoz, hem bir faris, hem alamdo, hem qalamdo degan ma'noni bildirdi. Derhal mutanabbi o'zing quliga javob berib, hay kash izzat, sen meni o'ltading-da, Alloh seni o'ltasin deb men qaytada urush chirib Fatihning qo'lida o'ltirilgan. Mutanabbining hozirgi Iroqda, Suriyada, jiq o'rinlarda bu odamniki nima haykali bor, arablarni cho'ng biladi. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk alloma Ibn Hibban al-Busti degan kishi Hijriya 270-yil tug'ilib, Hijriya 354-yil, ya'ni milodiya 965-yil o'lib ketgan. Bu odam hem tarixchi, hem eng muhimi bu odam hadisshunos. Xurosonning danglik ustozi. Şu hadis obzorchiligi va hadis ilmidagi buyuk alloma bir peshvo deyishga bo'ldi bu odam. Bu odamniki Sahih ibn Hibban nomli hozir qadar bir hadislar to'plami bor. Bu odam tegi kelib chiqishi Bost degan rayondan, Bosti deyildi shuning uchun. Bost degan hozirgi Afg'onistondagi Kabulning bir qishligi, Herat bilan bir g'azining o'tirg'i joylashgan. Bu odam o'zi ham faqih. Şonlaşqa bu adam fiqh ilmi bilan hadis ilmini jug'ilgan bir büyük ulamo. İbn Hibban nurg'un shaharlarga borgan. İskenderiya deymiz, Sham, Arab yarim orli deymiz. Mavara nahrniki ispijobchi borgan deydi. Ispijob shu davrda Abbosiylar davlatiniki, islom davlatiniki eng oxirgi sharqdagi bir chegarasi. Shu vaqtida ispijob Qaraxonlarniki qo'ldagi yalda Parabniki yaldirib bo'ladi endi hozirgi Qozog'iston tavalligida. Shu yergacha borgandim deyilgan. Shu ispijobni tasvirlab kelib, shu yerda 1700 robot bor debdi. Robot deganimiz ayni vaqtida mujohidlar, jangchilar qo'nadigan qo'nalg'ular butun chegara rayonga o'rlashtirdi-da bu damda. Bu adamniki biz bayatlı degandek As-Siqat nomli kitobi bor, nihoyatda ko'p tomliq. Ondan payg'ambarimizning tarjimali xaliflar tarixini haqida kitoblari bor, sahobalar tarixi haqida kitoblari bor, Ravzatul Uqala va Nuzhatul Fuzula kitobi bor. Bu adamning eng mashhur kitobi Sahih ibn Hibban degan kitobi. Bu xili cho'ng hajmli kitob bu, 10 necha tom kelamki. Bu davrda o'lib ketgan büyük bir alloma, yani İbn Şaban nomida mashhur bo'lgan Muhammad ibn Qasim ismli Maliki mezhebining büyük ulamosi. Hijriya 270-yil tug'ilib, Hijriya 355-yil, ya'ni milodiya 966-yili o'lib ketgan. Bu odam Maliki mezhebida yetilgan danglik faqih, hem imom, hem tarixchi, hem adib, hem hadisshunos. Bu kishiniki tigi Ammar ibn Yasir tushdi. Payg'ambarimizniki büyük sahobalardan Ammar ibn Yasir'ninki nasibidan bo'ladi bu adam. Bu adam biroq keyingi mezgillarda Misrda yashagan. Misrda o'tgan hayoti. Misrda ilmiy ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. Bu odamniki nihoyatda siyosiy e'tiqodiy maydonida nihoyatda ro'shan odam bo'lg'achqa Fatimiylarni, ya'ni Ubaydullohni nihoyatda yomon ko'rgan. Bular bu odamni o'z moyil qilish uchun nurg'un mol dunyo berib qilgan bo'lsa-mu, bu odam qattiq indakkaga unmagan. Bu odamni shu davrdagi Andalusniki büyük podshosi Mustansir Billahmi nurg'un nechiqatim tortiq avatib hurmat qilgan, azizlagan. Keyingi mezgilda Muiz lidinillah Andalusning podshosi qilgan ishning o'zini qilgan bo'lsa-mu, Ibn Shaban buning avatgan mukofotlarini og'il unmay buni qo'pol gaplar bilan qaytarib o'tgan. Demak, bu nihoyat zohid o'tgan kishi deyishga bo'ladi bu kishini. Bu kishi davomli Xudoga duo qilayotganda bir Misr Fatimiylarning qo'liga kirib ketmasin, agar kirib ketishdan burun men bir jinim chiqsin deb. Degandek Fatimiylar Misrga kirgan vaqtida bu odam o'lib ketgan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir büyük alloma Abu Ali al-Qali degan kishi, ismi İsmail ibn Qasim nomida mashhur. Hijriya 288-yil tug'ilib, Hijriya 356-yil o'lib ketgan. Bu odam o'zi Mashriqda yashagan eng chong bir musulmon arab ulamo, nihoyat ko'p kitoblari bor, lekin keyingi hayoti Andalusda yashagan bu odam. Andalusga ketgan bu odam. O'ziniki asli yurti Diyarbakirda, hozirgi Turkiyaniki Diyarbakirda.
Şu yerda aynı vaqtida bu Ermenilarniki qo'ldagi rayonlar ekanda, shu Ermenilarning Qaliqala deydigan bir yerisida tug'ilgan ekan aynı vaqtida. Shunga bu odamni Qali deb atagan. Endi Andalusga berib, shu Andalusda Abdurrahman ibn Nasir Lediniylarniki zamonida Andalus shu yerda yashagan, shu vaqtdagi Andalus podshohlari bilan yaqin o'tgan. Bu odamniki kitob yozishiga bular ko'p mol dunyo berib, ko'p sharoit yaratib bergan. Shuningdek bu odamniki ilmi Andalusda ko'p taralgan deyishki bo'ldi. Bu odamniki nurg'un kitoblar var. Mesela El-Emali nomli bir mashhur kitob bor. Mana shu tarixiy kitob, she'rlar to'plami undan boshqa. El-Emsal deymiz. Hatta shu otlarniki shakl turaqlarda yaxshi kitoblarni yozgan. Andan arablarning dongli klassik asarlaridan Muallaqatni sharhlagan ulamo bu. Bu odamniki qabrsi hozirgi Andalus, Ispaniyaning Qurtuba shahrida Hijriya 356 yil o'lib ketgan. Uningdan boshqa yana bir buyukimiz bu davrda o'lib ketgan Abul Faraj al-Asbahani degan ulamo. Bu Ag'ani nomli kitobning avtori. Ag'ani bir adabiy asar. Hozir qadar bek mashhur. Hijriya 284-yili tug'ilib bu odam Hijriya 356-yili, milodiya 967-yili o'lib ketgan. Abul Farajniki ismi Ali ibn Husayn nomi bilan mashhur. Bu odamniki kelib chiqishi Umaviylar jamiyatidan, ammo onasi Shia. Bu odam o'zini adib, undan boshqa tarix, nasab ilmini, arab tilshunosligini, tarixni, Rasulullohning hayotini yaxshi biladigan odam. Undan boshqa astronomiya ilmini shu hayvonlarni davolaydigan mushta jihatlarida xili bu odamniki talanti va buyuk ulamo deyishki bo'ldi. Bu odam shu Bag'dodda yashab, shu Bag'dodda dunyodan ketgan. Bu odamniki Ag'ani nomli kitobi eng mashhur. Bu Ag'ani degan shu arab muzikantlarniki, arablarniki jahiliyatda bo'lsin, keyingi mezgillarda bo'lsin, muzik ilmi bilan shug'ullangan kitoblarni yaxshi yozib, yoritib bergan. Hem shoirlarniki bundan ko'p tarjimali hayoti bor. Bu 21 qismli kitob. 50 yilda yozib bo'lgan bu kitobni. Undan boshqa Muqatilut Talibin nomli kitoblar bor. Andan bir qism Abdushams jamiyati, ya'ni Umaviylar jamiyati yozgan kitoblar bor. Ayyamul Arab deb bir kitob bor. Ya'ni arablarning kunlari deydigan. Bu arablardagi mashhur 1700 kun, ya'ni 1700 bir mashhur tarixiy kun hamda shuningki tarjimalini yozgan. Undan boshqa Aroqkashlar va Aroqkash ayollar nomli kitoblar bor. Shuningdek bu odamni Fasq adamiyati deb sifatlagan ulamolar bo'lgan bu odamni. Bu odamniki kishilik hayotida xalqlar bu odamdan qo'rqadigan, ansiraydigan odam. Chunki tili o'tkir, hajvisi kuchli odam ekanda, oldirab gap qilolmaydigan, har qanday odamniki adibini o'rdigan. Shunday. Anda turmushida mehnat o'tgan deydi. Bu ko'pincha shu ilmiy ishlar bilan mashg'ul bo'lgan, davomli kitob berilib ketgan odam sal o'zining turmushiga ko'ngil bo'lib bo'lmaydi. Balkim shu tarafdan bo'lsa kerak. Bu odamniki Muqatilut Talibiyin degan kitobi Ali ibn Abu Talibniki avlodidan, jamiyatidan shahid bo'lgan, o'ldirilgan kishilarniki hayoti tarjimali aks etilgan kitob bu. Buningda mayli urushda shahid qilingan bo'lsin, mayli zahar bilan o'ldirilgan bo'lsin, shularniki butun hayotini bu odam yozib chiqqan. Balki shuning qarta bu odamni Shia deb aytish mumkin, ammo bu odam o'ziniki Umaviylik tarafini ching tutib, Andalusning shu vaqtdagi Umaviy shahzodalariga, podshohlarga xat yozib maxfiy aloqa qilgan. Shuningdek bu odamni shaklda Shia degan bilan amaliyotda unda bo'lmaslik mumkin. Demak biz shundan bilan Abbasiylarning 23-sultoni Xalifa al-Muti alillarniki hayoti va bu davrda o'tgan mashhur shaxslarniki hayoti bilan tanishib chiqdik. İnşallah biz keyingi dersimizde 24-sultonniki dersi bilan hayoti bilan tanishib chiqamiz. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ecmaîn.